landi va men tasodifan har bir akkaunt uchun haqiqiy gift tag chiqib ketganini bilib qoldim. Bundan tashqari, maxfiy kod ham bor. Uni kiritganingizda akkauntingizga butunlay bepul 1000 ta robux olishingiz mumkin. Lekin kod har bir foydalanuvchi uchun alohida va boshqacha bo'ladi. Shuning uchun men sizga 1000 ta robux gift tagini haqiqatan ham akkauntingizga olish uchun bajarishingiz kerak bo'lgan barcha bosqichlarni ochiq aytaman. Agar siz hali ham ishonmayotgan bo'lsangiz, men bilan birga ko'ring. Men bu haqiqatan ham ishlashini isbotlayman. Birinchi bosqich, qurilmangizda brauzerni ochasiz. Mening holatimda men Google'ni ochaman va aynan shu qidiruv oynasida sizlar ham xuddi shunday yozasizlar. Shu so'zni yozganingizdan so'ng, sizlar Microsoft Rewards'ning rasmiy havolasiga kirishingiz kerak bo'ladi. Bu sahifa yuklangandan keyin biroz pastga siljitasiz va dashbordni ko'rish tugmasini topasiz. Bu oynada siz Microsoft akkauntingiz bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Lekin agar sizda hali akkaunt bo'lmasa, shu yerda tezda yangi akkaunt yaratishingiz mumkin. Aslida siz faqat email manzilingizni yozasiz va davom etasiz. Lekin mening holatimda, chunki men allaqachon akkaunt yaratganman, shunchaki login ma'lumotlarimni shu yerga kiritaman. Kirishdan so'ng mana shu sahifa yuklanadi. Endi esa biroz yuqoriga siljitasiz va shu oq rangli Go to Dashboard tugmasini bosasiz. Lekin avval sizga bir chaqiriq. Like tugmasini burningiz bilan bosib ko'ringchi. Qila olasizmi deb o'ylaysiz. Mana shu sahifa yuklanganda bu yerda sizlar ko'rishingiz mumkin. Biz hozirgina yaratgan akkauntimiz haqidagi ma'lumotlar chiqadi. Endi esa keyingi qadam sizlar bu gift tagni butunlay bepul olish uchun nima qilish kerakligini bilib olasiz. Ko'rib turganingizdek, bu Microsoft platformasi ball tizimi orqali ishlaydi. Bu ballarni olish uchun turli xil usullar bor. Masalan, bonuslar orqali ham har bir bajarilgan topshiriq uchun sizga 30, 60 yoki hatto 300 ballgacha bonus beriladi. Bu topshiriqlarni bajarish juda oson. Siz faqat biroz pastga surishingiz kerak va shu yerda biz shu kichik oqchani bosamiz. Faqat shu topshiriq ustiga bosganingizda bu menga 10 ball beradi. Ko'rib turibsizki, biz Microsoft brauzerida izlashni amalga oshiramiz. Shunday qilib, ko'rib turibsizki, biz topshiriqni bajaramiz va 10 ball olamiz. Keyingi topshiriqda esa biz shu izlash ustiga bosamiz. Chunki faqat bosishning o'zi bilan izlashni bajaramiz va shu yerning o'zida yigilgan ballarimiz chiqadi. Endi shu qismda men 3-kunlik izlashga bosaman. Ushbu uchta topshiriqni bajarganingizdan so'ng, ko'rib turibsizki, tangalarimiz hisobida 30 ball kopaydi. Bundan tashqari, faqat shu tugmani bosish orqali ham qo'shimcha tangalarni olish mumkin. Va pastroqda men shu oq rangli ballarni olish tugmasiga bosaman. Avtomatik tarzda ballar muvaffaqiyatli tarzda hisobimga tushadi. Shuni eslatib o'tish kerakki, bu ballarning ko'pi amal qilish muddati bilan cheklangan. Shuning uchun imkon qadar tezroq ularni yechib oling. Ha, yana juda muhim narsa shuki, bizning boshlang'ich panelimiz ham to'lib boradi va u oxiriga yetganda biz yangi bosqichga ko'tarilamiz. Shu tarzda biz har safar ballarni yanada osonroq yigib boramiz. Lekin bu platformada tezroq ball olishning eng yaxshi usuli, biz ekranni biroz yuqoriga suramiz. Shu bo'limni ochamiz, keyin shu tugmani bosamiz va shunchaki shu oq tugmachaga kelamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda turli narsalarni ko'rsatadigan ekran chiqadi va biz bu yerdan qo'shimcha ballarni olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, faqat bugunning o'zida men 215 tanga yigdim. Biroq tobora ko'proq ball olish uchun men o'sha qidiruv tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek, yangi yorliq ochish orqali men juda ko'p ball olaman. Shunday qilib, shu tarzda kundan kunga izlanish olib borganingiz sayin turli natijalarga erishingiz mumkin. Aslida bu odamlar ushbu serverda tezda tangalar topishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Va mana shu pastroqda sizlar ko'rib turibsizki, biz ushbu rejimni ochamiz va u bizga 5 ta ball beradi. Buning uchun sizlar yangi oyna ochasizlar. Men Roblox deb qidiraman, keyin rasmlar bo'limiga bosamiz. Mana shu yerda sizlar tasodifiy bir rasmni tanlashingiz mumkin. Masalan, mana shu Roblox rasmi va biz undan screenshot olamiz. Shunday qilib, sizlar shu tugmani bosasizlar, keyin shu kichik ikonchani bosasizlar va hozirgina olgan Roblox screenshotimiz orqali qidiruv qilamiz. Shu tarzda ko'rib turibsizki, biz ballarni yigib olamiz. Va shu yo'l bilan har kuni shu topshiriqlarni bajarsangiz, 1000 ballik bonusni ochishingiz mumkin. Endi men ushbu topshiriqlarni har kuni bajarishga bir necha kun sarflayman. Shunda siz qancha ball olishim mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, azizlar, ushbu platformada ko'p kun o'ynaganimdan so'ng men mana shuncha ball to'pladim. Bu biroz vaqt talab qildi, ammo bunga arziydi. Chunki endi ushbu bosh ekranda biz yuqoridagi qayta tiklash tugmasini bosamiz. Va aynan shu yerning o'zida Roblox uchun gift kartasi chiqadi. Ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda sizlar 800 yoki 1000 robuxlik gift kartani tanlaysizlar. Mening holatimda men 1000 robuxlik kartani tanlayman, chunki ko'proq ball yigishga vaqt sarfladim. Endi esa shu maxfiy gift kartani olganimizda, bu bilan birga Roblox ichida kiritish uchun sirli kod ham keladi. Buning uchun sizlar Roblox ilovasini qurilmangizda ochasiz va shu 3 ta nuqtachaga boramiz. Aynan shu yerda gift taglar uchun tugmachani ko'rasiz va endi ustiga bosamiz. Ekranning yuqori o'ng burchagiga boramiz va shu kartani olish tugmasiga bosamiz. Roblox gift kartlarini olish markazida men o'z noyob kodimni yozaman.
Eslatib o'taman, har bir kod har bir odam uchun boshqacha bo'ladi. Bu yerga o'z shaxsiy noyob kodimni yozib, endi uni to'g'ri yozilganini tekshiraman va shundan keyin shu kodni olish tugmasiga bosaman. Bom, bu kodni muvaffaqiyatli faollashtirdim. Endi Roblox ilovasining sahifasini yangilash uchun home tugmasiga bosaman. Va oddiygina ko'rib turibsizki, biz bu gift card orqali hisobimizga butunlay bepul 1000 ta Robux olishga muvaffaq bo'ldik. Mana haqiqatan ham ishlashini isbotlash uchun men avatarimni ochyapman va bozor bo'limida 1000 ta Robux haqiqatan ham hisobimda paydo bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Va faqat shu videoni shu joygacha ko'rayotganlar uchun sizga bir chaqiriq. Izohda free Robux deb yozib qoldiring. Men sizning izohingizni ko'rib, ehtimol yurakcha bosib qo'yaman.